Bismillahirrahmanirrahim. Vaktim aka. Pishdimi go'shtingiz aka odam? Pishgan yo'q hali. Nima qilyapsiz siz 8 soatdan beri aka ey? Pishadi. Kechasi uzoq. Pishadi. Tag o'tgancha pishsa bo'ladi. Otangiz yaram. Ahvolingiz zo'rmi? Yaxshi, Xudoga shukr. Ha, bu go'sht mil pishyapti. Haqiqiy powersiz aka ey. Siz bir restoranga power bo'lsangiz bo'ladi, buni qarang. Endi restoran ham olmayapti-da mani. O'sayga qamshaga borardi. O'zi ahvolingiz yaxshimi? Nima deysiz bu? Bratishkalarga. Bratishkalar endi mana shunday qo'ydi boqsa yeyotadi-da go'shtini. Ajjoningdan yigitni gapini gapirding. Qo'ydi boqmasa tamom yeydi. Hech narsa yemay, qo'qib yeydi. Gap yo'q. Qo'yni minat qilish kerak, minat. Qo'y qani o'zi, qo'y qani qo'y. Kelyapti, jon bag'irdan kelyapti. Qo'y o'zi kelyaptimi? O'zi keladi, cho'pon kerak emas unga. Gap yo'q. Boshqarib keldim-ku. Gap yo'q, sog' bo'ling.